Hali ham kechki taomga nima tayyorlasam ekan deb bosh qotirib o'tiribsizmi? Aynan shu taomdan tayyorlab ko'ring, to'yimli, mazali va osongina. Kartoshkalarni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olasiz. Qizil, yashil bulg'or qarampirini ham piyoz bilan birga xuddi shunday uchburchak shaklida to'g'rab olamiz. Tovani qizdirib, yog' solamiz. Yog' ham qizagandan keyin birinchi kartoshkalarni tillarang qilib qovurib olamiz. So'ng to'g'ralgan qolgan mahsulotlar va tuz, ziravorlarni solib qovurib olamiz. Maxsus qolipga kartoshkani solamiz va endi kotletlarni boshlaymiz. Yog'sizgina qiymaga tuxum, piyoz, suvlikkina bo'lish uchun pomidorni ham qirg'ichdan chiqardim. Non talqoni, tuz va ziravorlarni solib, videoda ko'rsatilgandek qilib yumaloq shakl berib chiqamiz. Tovani qizdirib yog' solamiz. Yog' ham qizigandan keyin kotletlarni har ikki tarafini tillarang bo'lguncha qovurib chiqamiz. Chala pishgan kotletlarni qovurilgan kartoshkalarni ustiga terib chiqamiz. Endi sous tayyorlasak ham bo'ladi. 2 osh qoshiq tomatni pastaga suv solamiz va tuz solib, yaxshilab aralashtirib, tomatni sok tayyorlab, taomni ustidan quyib va folga bilan yaxshilab o'rab qizib turgan duxovkada 180 gradusda 1 soat pishirib olamiz. Nonlarni uchburchak qilib to'g'rab, pishgan taomni ustiga qirg'ichdan chiqarilgan sir va uni ustidan nonni qo'yamizda, yana 10-15 daqiqaga duxovkaga qo'yamiz. Bye. Mana sizga o'sha mazali, to'yimli taom. Agar retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqinlaringizga